Assalomu alaykum. Django asoslari darsiga xush kelibsiz. Django asosida blog post loyihasini ishlab chiqamiz. Ya'ni blog post loyihasi nima desangiz, blog post loyihasi bu Kunuz saytiga o'xshaydigan yoki Kunuz saytiga o'xshaydigan desak hamma tushunadi yoki bo'lmasa o'zimizning kundalik qiladigan ishlarimizni post qilib joylaymiz, boshqalar ko'ra oladi. Xo'p, bizning loyihamizda nimalar ishlatiladi degan qismi bor. Python ishlatamiz. Python, Django Pythonning framework hisoblanadi. Xo'p, Djangoning eng oxirgi versiyalaridan ishlatamiz. Keyin virtual muhit kerak bo'ladi. Ya'ni biza izolyatsiyalangan muhitga Djangoni ustunoqga qilamiz. Ya'ni masalan Djangoning versiya to'qnashuvi degan muammosiga duch kelmaslik uchun. Keyin masalan siz post yozasiz, postingiz qayerdadir turishi kerak. Ya'ni ma'lumotlar bazasi SQLite'dan boshida foydalanib turamiz. Loyihani oxiriga kelganda PostgreSQLga o'tkazamiz. Xo'p, template qismi o'zi Djangoda MVT arxitekturasi bo'yicha loyiha qilinadi. MVT arxitekturasida Xo'p, template qismida HTML, CSS dan foydalanamiz. Keyin statik fayllarda, keyin o'z template qismida Bootstrapdan ham foydalanib ketamiz. Keyin rasmlar, ya'ni rasmlar bilan ishlashda Pillow degan kutubxonasi bor. Shundan foydalanamiz va keyin loyihamizni GitHubga yuklab borish uchun Git versiya nazoratidan foydalanamiz. Xo'p, loyihaning maqsadi nima? Ko'rib o'tib ketamiz. Loyihaning maqsadi foydalanuvchilar masalan siz tizimga kirdingiz, postlarni ko'rib bilasiz. Endi masalan login etmasangiz, masalan tizimga просто saytga kirdingiz, boshidan nima kutadi sizni? Sizlar postlarni ko'rib bilasizlar, Kunuz saytini o'xshagan kabi. Keyin qidirib bilasizlar, qaysidir post kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni qidirib topib bo'ladi. Xo'p, keyin Djangoning afzalliklaridan biri admin panelini o'zi taxlab beradi. Ba'zi o'zgartirishlar emas, endi qo'shimchalar qo'shish orqali bizada universal admin panel bo'ladi. Xo'p, admin panelni postlari, kommentlari hamma narsani tahlil boshqarib biladigan etib qo'yamiz. Xo'p, bizning blog post loyihalarimizda nima bo'ladi? Masalan, O'zbekiston yangiliklarini yoki masalan texnologiyaga aloqador yangiliklar deb kategoriya qo'yamiz. Shu kategoriyani bossak, masalan, texnologiya bo'yicha yangiliklar chiqadi. Keyin masalan bir dona yangilikning ichiga kirdingiz, rasm chiqadi, uning ichidan yana bir narsa chiqadi. Bu pasanda komment yozsangiz bo'ladi. Masalan, bu maqola yaxshi chiqibdi, yomon chiqibdi deb o'zingizning xulosa yozsangiz bo'ladi. Xo'p, qarang. Foydalanuvchi login qilgan foydalanuvchi post yaratib biladi, o'zini postini joylab biladi, o'zini postini boshqarib biladi va komment ham yozib biladi boshqa postlarga. Login bo'lmagan foydalanuvchi esa faqatgina o'qib biladi va qidirib biladi kerakli post. Keyin bizada rollar bor. Rollar va huquqlar. Admin, o'zi Djangoning admini bor. Hamma huquqlarga ega, ya'ni super admin deb aytiladi. Tahrirlab biladi, barcha postlarni, barcha kommentlarni hammasini o'zgartirib biladi. Keyin ro'yxatdan o'tgan oddiygina foydalanuvchilarni ishlatib biladi. O'zi post yaratib biladi, o'zini postini o'chirib biladi, tahrirlab biladi, keyin komment yozib biladi, kommentini o'chirib biladi. Keyin tizimga kirmang, просто saytning o'zini kirgan foydalanuvchini ishlatadi desangizlar, bu odam, ya'ni foydalanuvchi postlarni ko'rib biladi, maqolalar o'qiydi, keyin nalarni ko'rib qidirib biladi, masalan, o'zine kerak postni qidirib topib biladi. Xo'p, asosiy funksionallik nima? Saytimizning asosiy narsalari nima desak, birinchi ko'rib ketamiz. Postlar ro'yxati sahifasi. Masalan, postlarning sahifasi chiqadi, ro'yxati. Masalan, Kunuz saytiga kirsangizlar, yangiliklar sahifalar turadi, bu yangiliklar turadi. Shunday bizdan postlar ro'yxati turadi. Keyin bir dona postni bosadigan bo'lsak, ya'ni bir dona yangilik yoki Kunuz saytida bir dona yangilik bossak, postning yangilikning ichiga kirib ketadi. Bizga ham shunday bo'ladi. Post yaratib bilamiz. Xo'p, postni o'chirib, tahrirlab, qidiruv qo'yib bilamiz. Keyin pagination qo'yamiz, komment qo'yamiz, kategoriya. Loyiha tuzilishi nechik bo'ladi? Loyihani o'zi
Clean code bu, ya'ni clean arxitektura bo'yicha yozish kerak. Ya'ni clean kod ham aytish kerak, arxitekturani ham yaxshilatib yozish kerak. Xo'p, bizada proyekt nomi bo'ladi. Masalan, blog post loyihasi. Uning ichida nima bo'ladi? Config degan qismi bo'ladi. Config degan papkaga qarang, o'zi bir qismi bo'lingan, ikki qism, uch qism, 4, 5 qismdan iborat. Bular boshqa. Xo'p, qaranglar, birinchi qismida, ya'ni config degan papka, aynan konfiguratsiyaning ma'nosini bergani uchun config deb qo'yibmiz. Xo'p, konfiguratsiyasi nima bo'ladi bu? Ya'ni config degan papkada nima turadi desa, loyihaning asosiy nastroykalari turadi. Masalan, nimalar turishi mumkin? Database, qaysi databaseda saqlaydi, qaysi papkada masalan te HTMLda turadi, shu hammasini ko'rsatib berib bo'ladi. Xo'p, keyin apps degan papkamiz bor. Apps deganda o'zi Django shunday afzallikka ega, qism-qismlarga bo'lib turib, loyihani birlashtirib ishlab ketaversak bo'ladi. O'zi hamma loyihalarda o'zi dasturlashtirishlarida o'zi odatda qism-qism bo'lib turib birlashib boraveradi. Ya'ni qism-qism degani nima? Masalan, foydalanuvchilar aloqadormi? Masalan, foydalanuvchi necha aytadi? Tizimga ejakman. Ro'yxatdan o'tib biladi, login etib biladi, ya'ni tizimiga kirib biladi, tizimdan chiqib ketib biladi, o'zini profilini masalan rasm qo'yib biladi. Shu ishlarni masalan birdana apim javob beradi. Masalan, postni aralashtiraman. Post desa, ko'rish postlar turadi. Post haqida ma'lumot, postlar nerada saqlanajaki, ustida logikasi, keyin komment. Komment bo'yicha bo'lakcha. Ya'ni aralashib ketmaydi. Chalkashib ketmaydi. Hammasini user app'ini qo'yib ketsam bo'ladi, lekin nima bo'ladi? Bizlarda muammo bo'ladi. Xo'p, ko'rgan bo'lsanglar, qaranglar, apps degan papkaning ichida bu app'larim ham ko'plikda yozilgan. Comments, users, post. Xo'p, keyin templates degan papkada keyin HTML'larimiz turadi. Bu yerda HTML'larda o'zi masalan login page uchun HTML ochamiz, registratsiya page uchun yana HTML ochamiz. Bu static fayllar. Static fayllarda masalan saytimizning logotipi bo'lishi mumkin. Har doim chap tarafda yoki boshqa yerlarda turadi. Logotiplarimizni qo'yishimiz mumkin. Keyin nima bo'ladi? Media fayllar. Masalan, siz post joylaysiz-ku, rasmdir, nedadir saqlanib turishi kerak-ku. Shu media degan papkada joylashtiradi. Bu requirements degani biza o'rnatgan, ya'ni kutubxonalarning ro'yxati turadi. Bu yerda manage esa shu loyihani boshqarish uchun manage fayli. Xo'p, bu qismlarni ko'radigan bo'lsak, qarang, birinchi etadigan ishlarimiz nima? Muhitni sozlab olamiz. Ya'ni muhit o'rnatamiz, papka yaratamiz, netib olamiz. Keyin ikkinchi etadigan ishimiz config papkasini to'g'irlaymiz. Masalan, ma'lumotlar bazasi nerda turibdi, rasmlar nerda saqlanadi, qaysi papkaga saqlanadi, shular taxlaymiz. Keyin nishitamiz app yaratib olamiz. Masalan, foydalanuvchilar ro'yxatdan o'tkazish uchun post degan app yaratamiz. Unda nima bo'ladi? Post kategoriya statuslar turadi. Keyin qarang, modules bor. Modulesda nima bor? User degan appim ichida masalan foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish uchun masalan bazasini yarataman. Ya'ni baza deganda modelni yarataman. Ma'lumotlar saqlanishi kerakligi. Kategoriyasi har birining keyin xo'p, ma'lumotlar bazasi, ya'ni jadvalning nechik bo'lishini ta'riflab qo'yaman. Keyin bu yerda admin panelga qo'shib beraman shuni. Keyin biza testlatib ko'ramiz. Test qurib, ya'ni test sinab ko'rish uchun admin panel zo'r. Masalan, to'g'ridan-to'g'ri yozaman. User foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazib, uni view yozib, home page ochib ketadigan bo'lsam, tushunmay qolishimiz mumkin. Boshda eng birinchi bazani shakllantirib olamiz. Nima bo'lishi, hammasini shakllantirib olgandan keyin bizada nima bo'ladi? Bizada baza bor, admin panel bor. Admin paneldan ma'lumot bazaga kiritib ko'ramiz. Ishlab turibmi, ishlamay turibmi, bazalarimiz to'g'rimi, to'g'ri emasligini ko'rib olamiz. Xo'p, undan keyin nima bo'ladi bizada? Admin panelni taxlab olamiz, ishlar ishlatamiz, search fields degan, list filter deganlar bor. Xo'p, keyin view qismi bor. Eng muhim qismlardan biri ma'lumotlar bazasi, model qismi, ma'lumotlar bazasi desak ham bo'ladi. Ya'ni modeli ma'lumotlar nechik tartibda saqlanadi, nolari bor. Masalan, title bo'ladimi, sarlavhasi bo'ladimi, rasmi bo'ladimi, shu ishlarni bir jadvalda bo'lishini
mesela jadvalda nolab bo'lishini aytib berasiz model qismında. Şu model kısmından view necha oling deydi. Ya'ni bizada view qismi ma'lumotlar bazasidan nishatib oling, ma'lumotlar bazasidan nishatib yozing, logikaga javob beradi. Oxirgi postlar chiqarib beraymi, no'ni chiqaring, qaysi joyda chiqaring, hammasini chiqarib beradi. Endi bu yerda qaranglar. Create create view, update view deganlar ishlatilgan, class bilan ishlatilgan. Biza class emas, iloji boricha ikkisi bilan ham ishlatib ko'ramiz. Funksiya bilan ishlatib ko'ramiz. Sababi ko'p boshlang'ich, ya'ni toza boshlovchilar uchun view ya'ni funksiya bilan yozish dum tushunarli bo'ladi. Bu class bilan yozsa tez bo'ladi. 2 qator bilan, 3 qator bilan yozib bo'ladi, lekin degan muammo bor. Yangi boshlovchilar uchun tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun nima bilan yozamiz? Ki ORM bor. Qarang. View bor, model bor. Eng asosiy qismlardan. Model ma'lumotlar bazasi desak, view shundan nishatib olish kerakligini, keyin qarang. Nishatib olish kerakligini logikasini yozamiz-ku, logika nega asoslangan bo'ladi desangiz, ORM ga asoslangan bo'ladi. Ya'ni postlarning hamma, masalan, yangiliklarning hammasini olib ber degan. Masalan, birinchi kod. Masalan, keyin filtrlab turibdi. Men bo'lgani, masalan, toza yaratilganlarni ber yo boshqasini ber deb chiqarish mumkin. Xo'p, keyin bu URL. URL degan nima desangizlar, saytga girsangizlar, masalan, girib ko'ramiz. Xo'p, eshitamiz. kun.uz. Kun.uz saytiga kiradigan bo'lsak, yana bosh sahifa. Bosh sahifamiz, ya'ni shu URL. Ko'rdingizmi? Masalan, qarang. O'zbekiston yangiligini bosaman, yana Uber kategoriyasi o'zgardi. Kategoriya tekin ichida O'zbekiston dedi. Ya'ni bizlar ham shu URL qismi shu o'rnab javob beradi. Bu template qismi esa shu HTML. Qaranglar, xohlagan bir kategoriyami o'taman, xohlagan bir yangilikni o'taman, yana shu qismi duribdi bizada, shundaymi? Shu qismlari, ya'ni ba'zi qismlari duribdi. Ya'ni shu base deb aytiladi. Ya'ni base degan nima desangizlar, yana bu template qismini ko'rsangizlar, umumiy shablon. Umumiy shablon hammasida turadi. Bu bosh sahifaniki. Xullas har birini yaratib ketamiz. Ishlatiladigan o'yinlar bor. Extend, include, block, URL, static, if, for degan o'yinlar ishlatamiz. Keyin forumlarni aytamiz. Qarang. April's men yaratgan saytlarimdan biri. Xo'p, qarang deyna. Men oddiygina ma'lumot joylayman. Tohirjon deyman, ma'lumotimni yuberaman. Shu ma'lumotim bazaga borib tushmasdan oldin forumdan tekshiriladi. Forum bo'yicha natiladi. Nima desam bo'ladi? Forum asosida yaratilib beriladigan bizlarga bu ko'rinib turgan qismi. Shuning uchun forum ham ishlatamiz. Odatda yangi boshlovchilar forumsiz ishlatadi, viewning o'zida biz forum bilan ishlatib ketamiz. Xo'p, keyin authentication degan 12-qism bor. Masalan, logout etib, masalan, tizimdan chiqib ketgan odam yana komment yozib o'tirib bilmasligi kerak. Shularni ta'minlash uchun login requirement degan o'yinlar ishlatamiz, qolganlarni ishlatamiz. Keyin static va media fayllar, ya'ni rasmlar neda turadi, masalan, logotip neda turishini tahlab ketamiz. U boshda tahlasak ham bo'ladi yoki qilib turgan vaqtimiz tahlab olmasak bo'ladi. Bizning loyihalarimizning asosiy tuzilishi shundan iborat. Xo'p, bosh sahifalarimiz Toppa Kun.uz saytiga o'xshaydi. Masalan, O'zbekiston masalan shuni bosadigan bo'lsak, yana yangiliklar shunda keladi. Bizda ham sahifa turadi. Bunda qarasangizlar, komment yozib bo'lmaydi. Biz ikki yozib bo'ladigan aytib qo'yamiz shuni. Shu saytga o'xshaydigan aytamiz. Xo'p. Birinchi darsimiz tamom bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.